Assalomu alaykum aziz hamyurtlar, qadrli do'stlar. Toshkent, Moskva, Toshkent yo'nalishi bo'yicha ishonchli reys va avtobus xizmatlari jigarlar ko'rib turganlarda mana pasatkamiz yakunlanyapti. У него 2 должно приехать, да? 5, да, еще не хватает? Правильно? 2 подруга и 2 друга должен приехать. Еще 5 должен, да? Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar. Assalomu alaykum. Hormanglar. Charchamayapsizlarmi? Mana o'zimiz opalarimiz oldinda do'stlar ko'rib turganlarda sifatli reys va avtobusimizda mana qulayliklar bemalol ketsanglar bo'ladi. Katelniki avtovokzalning o'zida primoy reyslarimiz do'stlar. Tanlovda dashbelda mana ishonchli reyslarimiz. Холодильникgacha bor, zaryadka uskunalari bor. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Как вам, девушка? Все отлично, спасибо. Понравился автобус? Да, конечно. Намного комфортнее. Сколько раз уже едете с нами? Ой, много. Много. Уже почти 2 года я езжу. Довольны? Да, Самое главное. вполне довольна. Все, счастливого пути. Aka-ukalar, ko'rib turganlarda ishonchli reys va avtobusimizda mana 2 etajli avtobusimizni ko'rsatib o'tamiz. Akalar, hormanglar. Assalomu alaykum. Qalaysiz, hoji? Qalay, bratan? Kamchilik yo'qmi? Yo'q, cho'tka. Taklif qilasizmi akalarga? Yaqinlarga. Sog' bo'ling, hoji. Yaxshi bo'ling. Adashmasin. Mana akalarimiz ketyapti. Akalar, hormanglar. Qayerga ketyapsizlar? Sheplar. Toshkent. Hammalarga oq yo'l akalar. Zaryadkalar qo'yishib olib mana ketishyapti. Mana ko'rib turganlarda do'stlar bemalol foydalansanglar bo'ladi. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, sifatli reys va avtobuslardan bemalol aka-ukalar foydalansanglar bo'ladi. Akalar, hormanglar. Assalomu alaykum. Charchab bo'lmadinglarmi sheplar? Mana oldida bolaliklar, oilaliklar bemalol ketsa bo'ladi do'stlar. Mana akalarimiz xursandchilik bilan ketyapti. Aka, qalay? Как, брат? Нормально. Все нормально? Куда едете? Казахстан, Шымкент. Казахстан, Shimkent. Siz qayerga ketyapsiz aka? O'zbekistonga. O'zbekiston. Yo'q, oq yo'l aka, sog' bo'linglar. Mana opalar oldida. Oqjo'l, ha? Yaxshimi opalar hammasi? Kamchilik yo'qmi? Sog' bo'linglar. Yaxshi etib olinglar. Mana ko'rib turibsizlar, hamma xursandchilik bilan ketyapti do'stlar. Tanlovda adashmanglar.